Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, ben qarindoshlarim inşallah. Bugungi programmamizda biz endi shu oldimizda kelayotgan 13 noyabr Cumhuriyet günimizni qanday tabriklaymiz? Buning uchun nima ish qila olamiz degan shaklda o'zimizning tushunchisini bir-biriga o'rtoqlashmoqchi. Oldimizda mana inshaalloh kelayotgan 12 kuni, Alloh xolisa 13 noyabr ikki Cumhuriyetimizning qurilgan ay ve günü. İnşallah hemimiz Allah'tan şunu dileğimiz ki 3. Cumhuriyetimizden ama 11. ayın 13. günü pat müddette özümüzün vatanında halkımız bilen birlikte, ortaklarımız bilen birlikte inşallah bir kutluğunu nisip olsun deyimiz ve şunun için Allah'tan dileğimiz ve tirişçilik gösterimiz kardeşler. İnşallah biz benim de aldığımız kilovatkan bu 13. noyabr günde özümüzün turuşluq devletlerde mana bizden Şivsiyada ve qarindoshlarimiz faaliyet zallarını elip bir şekilde kutlaş için tayyorliqlarni qilyapti. Şuna o'xshagan dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlarimiz jamoat bo'lib sharoit yer bergan qarindoshlarimiz buni tayyorligini puxta qilib har xil shaklda murosimlarni o'tkazishga tayyorlik qilyapti. Mana 9-islar Germaniyaning Myunxen shahrida mening bilishimcha tunji bo'lib Dünya Uyg'ur qurultiyining yetakchiligida bir murosim o'tkazilmoqchi. Bu murosimni atrofliq yaxshi xizmatlar bilan tayyorlab puxta qilindi deb o'ylayman. Chunki buning bir necha oy burun qarindoshlarimiz bu xizmatlar uchun atrofliq izlanayotganligini anglab turgandik. Inshaalloh bu qarindoshlarimizning ham Myunxendagi shu qarindoshlarimizning jamoatimizdan birlikda bu faoliyatni o'ngishli yaxshi o'tkazishni dünyadaki başka devletlerdeki halkımızga ulgu bo'ladigan şekilde bir faaliyetlerin bo'lishini umid qilamiz. Şunun bilan birlikda hamda bugungi bir xo'sh xabarda 13 noyabr kuni Amerikadagi yashayotgan Maysam hadimiz Amerikaning Boston shahrida aynan shahar boshlig'idan 24 soatlik yani bir kunlik bayroqni esish haqida nima olibdi? Ruhsat olibdi. Bu naiti taqdirlashga, naiti bir şekilde çok mukofotlash yaman cho'ng bir ish qarindoshlar. Yaman xushal oldum, men hayajonlandim. Chunki biz muajirat hayotımızda bu bayroq chiqarish biz uchun bir kichigina deb bir harakatni qilib qo'ygandek ish bo'lgan bilan bu vatanimizning g'urur, o'zimizning cho'ng g'urur, nomusimiz mavjud. Bizning bayroqimiz, bugungi kunda vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzlari xalqimizning iffat nomusini depsanda qilayotgan, ichki organlarini setayotgan, her xil şekilde ceza qilayotgan, o'ltirayotgan bugungi kunda hattoki bayroqlarni uyimizga esib, hatto shi qonxo'rning rasmini uyimizga ishib tozim qildirayotgan, cho'shqish, sharobni ishqizayotgan bugungi kunda bizning muajiratda turib, shundoq bir qutlug' kunlarimizda bütün muajiratdagi Sharq Turkistonlar o'rnida dast turib, ayol-tuzliq bayroqini qo'lida tutib, yoki bo'lmasa shu o'zi turishliq davlatlarda yo bayroqini aynan hukumatdan ruxsat so'rab turishliq yerdagi rayonlik hukumatlardan bayroqini chiqarish marosimini qilib ve yoki o'zining oilasi bo'lsin, oilalar aloqalari, do'st birodarlar yig'lalig'idek odamlar yig'ilib, shu uyda bo'lsin xotirlash, uyda bo'lsin bayroqlarni har uyga esish, davlat girbirlarini esish bu şekilde tabriklash uchun zo'r ahamiyatga ega. Xitoyga bo'lgan bu vatanimizni bermaymiz sana. Sen vatanimizni elib oldim, xalqimizni qirg'in qilding degan bilan biz muajirat yashayotgan Uyg'urlar mana bermaymiz biz inshaalloh yashnatamiz. Bu davlatni biz evvel qalbimizda, ailemizde, anandan ikinci turuşluq devletimizde biz bu könümleştirip kurup çıkıp inşallah bunu vatanimizga emnileştirmemiz. Deydiğim bir irademizde. Bizden çok bu irademizde bizlam emas, bizni küsüp turayotgan xalqaro jamiyat ve çok insanlar bizga qaraydi. Asli ma'lum, buncha fidokorlik ko'rsatadigan bir narsani yetildiribdi. O'zini tavlabdi bu xalq. Bu muajiratchilar vatan kirsa vatandagi xalqini chuqur yetaklab ketalaydi degan bir tushunchasi aydınlaşadi. Unda bo'lmay biz bu yerda ya guvohlik urug' tuqqanlarimiz uchun guvohlik berolmay, yoki o'zimizning bayroqni bir shaklda uyimizga osolmay, davlat girbimizni bilolmay, taniyolmay yursak-ku, bular davlat qurishga yiroqkan. Bular davlatning qadrini tushunmabdi. Tushungandan keyin anandan keyin o'zi qilsin,
Üzüdün çıkıp qilgan iş bilan boshqa etpaygan narsa o'xshash olmaydi, qimmat olmaydi. Şuna bunun qadr qimmatini tushunsin deb qoladi. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak deganda, biz o'zimizning bayrog'ini qo'llarimizga ilib bu o'lchamlik bayroqlarimizni esish va buni ma'nosini bilish, farzandlarimizga o'rgatish, bu uylarimiz lapildab tursa, bolalarimiz tunib cho'ng bo'ladigan gap. Bizning davlatimizning bayrog'i, davlatimizning xaritasi, davlatimiz mana shaharlar var ekan deb bilib, davlat gribimiznicho inshaalloh Allohning izni bilan yuqorida rasmini chiqarib qo'ydim qarindoshlar, chunki biz Shvetsiyada yasatgan yerimiz Istanbulda bo'lgani uchun bu yerga akilish imkoniyatimiz hozircha bo'lmadi. Inshaalloh uning ustiga davlat gribimizning gap chiqib qoldi. Davlat gribimiz inshaalloh juma kuni atiyillik Alloh xos qo'limizga mal topshirdi. Alloh xolisa shanba kundan boshlab buni Istanbuldagi Zeytunburun'da Uyg'ur Tarim Uyg'ur madaniyat buyumlari do'koniga, Safako'yda Hira kitobxonasiga shu yerga qo'shib shu qarindoshlarimiz bilan deyishdik. 2 o'rinda shu yerda bizga vakolatdan setib berdi. Buning setishdagi maqsadimiz qarindoshlar, bu qilayotgan ishlarimizga ketib olgan mablag' yamanjiq. Bu mablag'ni kechgacha bir odamdan so'rab, kechgacha bir odamdan nima qilib o'rnini to'ldirib bo'lmaydi ekan. Shuning uchun hech bo'lmaganda mushuning bir ma'lum qism bo'lsin chiqsa, qolgan qismini yanchiqimizni qo'laversak, yanchiqimiz teshilib ketib qoladi ekan qarindoshlar. Ma ishning hammasi iqtisod bilan bo'lgan ekan. Ma'ni setib pul tepish emas. Bu ma'lum chiqimning ma'lum qismini to'liqlab turish, yo'qitib o'tmaslik. Hech bo'lmaganda bir xemay turishdek bo'lsin, bir narsani qoldirib qo'yish. Maqsadimiz bu. Bu bayroq setib pul tepish uchun bayroq sotmaymiz. Pul tepish uchun davlat girib yasamdiq. Pul tepish uchun keyingi boshqa ishni qilmaymiz biz qarindoshlar. Bu hammasi yasagan maykalarımızın hammasi bir xalqimizga bir uchun bir şekilde shu teşviqat faaliyetlerimizga bir nima bo'lsin degan shaklda qilayotgan ishlar bu. O'lgatib buni 25 TL'den 2 nas 50 TL'den beryapmiz qarindoshlar. Bunun hammasi maqsadimiz manda chiqimlar yamanjiq bizim bu bayrog'imizga xajlagan pul 10 ming dollardan oshadi qarindoshlar. Müştabda davlat gribimizga 4-5 ming dollar ketib bordi qarindoshlar. Bu mushundaq pul bilan bo'lgan narsa. Buning o'tirdagi jarayonlarini, ketgan chiqimlarining hammani har birlariga deb o'tirishning hojati yo'q. Bu yerda u narsalarni berib o'dilam qilolmaydi ekan shu izlash uchun nurg'un ishlar beshimizda o'tidi ekan, nurg'un chiqimni bo'ladi ekan. Shuning bilan u narsa vujudga kelish uchun bir muncha jarayon, vaqt, bir muncha iqtisod pach ketib jig'ilib qolsa, bir muncha chiqib qoladi ekan qarindoshlar. Onun uchun ba'zilari yaxshi niyatda bo'lgan degan qarindoshlarimiz bor. Mandaq shaklda degan narsalar var. Umumiy shaklda bir tushuncha ulab ketsin. Chunki bu ishni qilgan odam bo'ladi ekan. Bo'lmasa boshqa qarindoshlarimiz qilib baqsa bo'ladi, qilsa bo'ladi. Chunki bu davlatning bayrog'ini bir shaklda o'lchamli shaklda chiqarishimiz faqat bu shaxsiy o'zimizning, ya'ni Nabijonning fikri yoki uning buning fikri emas. Bu umumiy shaklda cho'ng jamoatlarimizning, cho'ng shu muhojiratdagi cho'nglarimizning fikrini olib turib qilayotgan narsa. Davlat girbimiz shu. Har xil shaklda ranglarda qildik. Xalqimiz tanlasin, xalqimiz bilsin, xalqimiz tushunsin deb. Andan keyin uyg'un kelgan ko'p kishilar olamiz degan rangni, shu bayrog'imizning rangidagi shu ko'k rangni asos qilib, hozir shuni bekitib shuni qilyapmiz qarindoshlar. Agar boshqa shakldagi talab fikr bo'lsa, yoki bo'lsa arzu istak bo'lsa, buning davlat gribining o'lchamligi hamma yeri burun 33-yili davlatimizda qanday nima qilgan bo'ladigan bo'lsa, shunday shaklda bo'ldi. Andan keyingisi, shu o'tgan yili 11-oyda Myunxenda ichilgan yig'inning qarori bo'yicha Uyg'ur akademiyasininki qarindoshlarimiz o'tirib qo'ygan mana shu rang kodi, bayrog'imizning rang kodini o'lchamlashtirib biz rang kodining rang kodini chiqarib nima qildik? Bosdik. Davlat girbimizning butun loyihasi shu aynikiga o'xshash shaklda qilindi. Bir yerini manda qiysiq ya maymoq qilishga bizning haddimiz emas. Chunki bu bizga ajdodlarimizdan qolgan omonat. Buni o'zimiz xohlagan shaklda o'zgartirib, xohlagan shaklda rang shaklda hamda bunday bir ko'rkam bo'lishga bo'lsin deb buni rang shaklda bir har xil ranglarda qilib boqdik. Ama
Rang çokum manda bu tal işimiz qılan bunun muqum dölet girbimizden muqum nemesi yok ama bayrağımızdan rangi iniq. Mana şu kök rang, kök rangning şu raqqa besildigan kök kodura önemi var. Eğer bunun iki bayraqni manda rangda biz bayraq bastık degan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, rang kodini mendan so'ranglar. Men to'g'rimi chiqarib qo'ydim Facebook'ga. Rang kodi bor. Buni hech qanday odam shaxsiy şekilde ya men bayraqni men bastım, mening bayraq mendan boshqa yerdan chiqmaydi degan gap yo'q. Bu ne? Qarindoshlarimiz lazım bo'lgan qarindoshlar bastıqmış rang kodi lazım dediyse, bizden sorsa biz derhal onu yetkizib beramiz. Herkes onu bir adamning qo'li tutib, bir adamning mangulik bir şeyimiz bo'lgan ish yo'q. Bu xalqning bayraqi, davlatimizning bayraqi, davlatimizning girbi qarindoshlar. Onun için bunun bir tushuncha berishni niyat topdik. Davlat girbimizningki bahsi ve aloqa ishlemalarini ben inşallah ertaga chiqarib qo'yaman. Facebook'tan ko'rib olsanglar bo'ladi qarindoshlar. Andan keyin abiyamda o'tganimizdek maysamadimiz bir şekilde Amerikaning Boston shahrida bayraqni chiqarishni qildi. Bu yerdagi atrofdagi qarindoshlarmi, birodarlar qarindoshlarni da'vat qildi. Ayt yaxshi bir faaliyet bo'ladi inşallah. Nayt bir tarix qezildi. Sharq Turkiston tarixida Amerikada 2019 yılı 13 günü Amerikaning Boston shahrida shundaq maysam degan hadimizning yetakchiligida mushta bir şekilde bayroq chiqarilgan degan şekilde bu tarix yoziladi. Bu nayt ahamiyatli ish. Shuningdan bilan birga hamda biz abiyam qilganimizdek masalan biz mahallimizda yerga chiqara olsak, bu nayt yaxshi shaklda chiqarsak bo'ladi. Nimalarimiz var, sharoitlarimiz var. Bunun barat istensaklam bununla qila olamiz qarindoshlar. Agar unda sharoitimiz bo'lmasa, jamoat shaklida yig'ilib, jamoat shaklida shu yerga davlat gimnimizni qo'yib, hammamiz yurtimizga qo'limizni qo'yib, toza shu hurmatimizni bildirib, hayajonlanib, shu yerda bir şekilde jamoatimiz bilan biz o'tirib qolib, bilan paranglashib, davlatimiz, vatanimiz to'g'riliq yaxshi maslahatlar, fikrlar bilan o'tirib muhdasak, bunun nurg'un savoblar yoziladi qarindoshlar. Ana yana bir xo'sh xabar qarindoshlar. Bunun bilan birga bizning Turkiyadagi qarindoshlarimiz bir şekilde tayyorlik qilayotganligini anglayapmiz. Turkiyadagi maktablar bularmi shu bizning bola o'qiyotgan qarindoshlarimizningmi bir şekilde tayyorlik qilayotganligini, davlat murosimini, bayroq chiqarish murosimi bilan yaxshi faoliyatlarni qilganligini anglayapmiz. Allah şu qarindoshlarimizni faaliyatini naytdi güzel bir şekilde bulup hemmimiz bilan behraylanganligini nasib qilsin. İnşallah shunday şekilde imkoniyat sharoit yer vergan mayli maktabdagi farzandlarimiz bilan bulamdi, mayli shu atrofdagi jamoatlarimiz bilan bulamdi bir şekilde yig'ilib, ya maktabdan yoki bo'lmasa aynan İlyas degan bir qarindoshimiz uyiningki, ustun qavatdagi uyiningkiga xat bekitib, aşağıda bir şekilde o'zi bayrog'ini chiqarib yo'llabdi, xo'sh bo'ldik. Demak, mushtaq shaklda ifodalasak, naydi yaxshi bir holatlar shakllangan qarindoshlar. Shunga biz mushu har xil yig'inlarni o'tkazyapti qarindoshlarimiz. Mayli har xil yig'in labor marosimlar bo'lsin, mayli mushu bu yil yangi qitilgan mush bayroq chiqarish marosimimizni umumlashtirish bo'lsin. Andan keyin davlat girbimizni her birimizning mayli tashkilot bulamdi, mayli ailemiz bulamdi, mayli dükkan saraylarımız bulamdi, mayli ishxonlarimiz bulamdi. Es imkoniyatlarga esib uni o'zimiz ham bilsak, hem farzandlarimizga ham atrofimizdagi insonlarga bildirsak, bunun ahamiyati cho'ng'iladi deb o'ylaymiz. Shunga qarindoshlarimizningki her şekilde bir o'zini 12 noyabr şu Cumhuriyetimizni qutlash faoliyatiga har xil shaklda ovoz qo'shishni, shu 13 noyabr kuni Facebook'larimiz, Twitter'larimiz o'zimizning bayroqlari bilan, o'zimizning har xil shaklda o'tkazgan faoliyatlar bilan, har xil shaklda shu davlatimizni qo'limizga olish uchun bir orzu umidlarimiz bilan, Xitoyga qarshi nafratlarimiz bilan to'lsin, to'lsin. Xitoyga shunday bir signalni berliki, ma vatanni bermaymiz biz. Bermaymiz ma vatanni. Ma vatan bizning vatan. Ma vatanni Allah xolisa olamiz. Olamiz. Olamiz deydiganlar niyatimiz bo'ladi ekan va shuningga nisbatan mas qadamda bedelimiz bo'ladi ekan.
alımız. Ama alımız dep qo'yib bedelimiz bo'lmasa, alımız degan bu niyetimizde alılık bo'lib qolsa, alımız degan bu nimada yili ishiltib qolsak, o'zimiz vaqtida yo'lda qolib qolamiz. Ama qalbimiz bilan alımızda hareketimiz birlashsa, inshaalloh buni ola olamiz. Ama unda bo'lmay qolib qolsa, yo'lda qolib qolamiz qardoshlar. Alloh saqlasin, yo'lda qolib qolganlardan, yolg'on da'vogar bo'lib qilishdan, yolg'onlardan o'zimiz aldab qilishdan Alloh saqlasin. Vatanimizdagi qarindoshlarimiz qonzar ichida nayt eg'ir kunlarni beshidan o'tkazyapti. O qarindoshlarimiz har xil shaklda bizning bu yerda qilayotgan har faoliyatlarimizni har xil shaklda anglaydi qarindoshlar. Aşağıdaki qarindoshlarimiz vatanning sirtidagi qarindoshlarimiz biz uchun bedel to'latibdi. Qaysi qanday bedel to'latibdi, uni ham biladi. Mushu to'lagan bedellarimiz hech zamon bekor ketmaydi qarindoshlar. Bekor ketmaydi. Ama bedel to'lamay xalqimizga xiyonat qilsak, xalqimizning uchun hissiyot bilan o'ynashsak, xalqimizga uchun yolg'on shaklda bir uchurlarni yoki yolg'on shaklda bir narsalarni qaymoqtirishni bunun jazosini tortib qolamiz. Dünya ahireti cazosini tortib qolamiz. Shuning uchun Alloh saqlasin, bizni to'g'ri yo'lda qilsin, qadrimizni mustahkam qilsin. Mayli davlat bayrog'imiz, davlat girbimizni inshaalloh hammamiz o'zimizda javon qila oladigan, asolaydigan ve onun qadr qiymatini bilalaydigan, uni qadrlaydigan, uni qo'g'dayalaydiganlardan qilsin qardoshlar. Hammamizni Cenab-ı Allah'a topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi.